Qizlar agar ozmoqchi bo'lsanglar, mana shu 4 ta karamdoshlar oilasiga mansub bo'lgan karamlar har kun ratsioningizda bo'lishi shart. Birinchisi bu qizil karam hisoblanadi. Juda ham antioksidantga boy va qondagi xolesterinni pasaytirishda ham zo'r yordam beradi. Ikkinchisi yashil karam. Kletchatkaga boyligi uchun ham qabziyatni ketkazishda yordam beradi, ham tanadagi otyoqlarni ketkazishda zo'r yordam beradi. Uchinchisi esa brokoli hisoblanadi. Vitamin C ga boyligi uchun jigarimizni zo'r detoks qilishda yordam beradi va undan tashqari tanadagi yallig'lanishlarni ketkazadi. Tanamizda qanchalik yallig'lanish kam bo'lsa, bizda ozish jarayoni shunchalik tezlashadi. To'rtinchisi esa gulkaram. Kaloriyasi pastligi uchun ozish uchun juda ham idealniy ovqat hisoblanadi va undan tashqari qondagi qandni keskin oshirib yubormaydi, balansda ushlab turishda yordam beradi. Bu videoni ozmoqchi bo'lgan yaqiningizga jo'natib qo'yib, meni sahifamga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki men sahifamda ozishga oid barcha foydali ma'lumotlarni teppa-tekinga berib boraman.